BMW X5 dagi ko'p okalar Zikr 8X ga nimaga o'tib ketishini bilishni xohlaysizmi? Qarang, bu noyob rangidagi Zikr 8X 1400 ot kuchi 0 dan 100 gacha 296 soniya, deyarli 3 sekund. Endi ichkariga kelinglar. Eshik ruchkalarini qaranglar. Odatiy, lekin to'liq elektron o'rindiqlarga gap bo'lishi mumkin emas. Super sifat. Tormozni bosib yubordimmi? Men tormozni bosib yubordim, eshik yopilib ketdi. Proyeksiya bor, tablo bor, ikkita katta displey bor. Orqani ko'rish oynasi ham displey, luk, ikkita chettu, ikkinchi qatorni ko'ringlar. Bu yerda maza qilib 3 sekundga 0 dan 100 ga chiqsangiz ham bo'ladi. Lekin ikkinchi qatorda maza qilib ketsangiz ham bo'ladi. Orqa va oldi faralarning dizayni xuddi 9X dan ilhomlanilgan, lekin ozgina o'zgarishlari ham bor. Knopkani bosasiz, eshik ochiladi, o'tirasiz. Sozlamalarni ko'pligini bitta qarang siz. Atamanka deysizmi? Bor. O'rindiq deysizmi? Bemalol o'rindiq sozlashingiz mumkin. Abagrev, abduf, massaj, albatta xolodilnik haqida ham unutishmagan. Ichi muzdakkina joy bo'lsa yetarli va undan ham ortiq. Kamera bor, displey ochiladi. Ko'pchilik X5 va GLE haydaydigan okalar Zikr 8X ga o'tib ketishadimi, yo'qmi? Bu xarakteristikalar bilan menimcha bu bestsellerlardan bittasiga aylanadigan avtomobil. Siz fikringizni kommentariylarda kutib qolaman.